Rozimisiz? Ertaga 1 yildan keyin kreditni foizini asosiy qismini qaytarolmay qolsangiz, uyingizni sotib yuborib kredit qaytarishga rozimisiz? Yerimni ishlatsam? To'xtab turing, qo'y, yer ishlamay qolishi mumkin bu yer. Yoki bo'lmasam issiq bo'lib turib, hosil nobud bo'lishi mumkin, yo chigirtka bosib ketishi mumkin, yo boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Yer ishlasa ham bir narsa bilan kuyib qolishi mumkin odam. Dehqonchilik shu. Shuning uchun u yog'i Xudodan deydi. Mana bu bir narsa kelib qoldi deganiki, yo suv bosib ketdi, ko'llab ketdi, yo bolangiz shamollab qoldi, ishlayolmay qoldi. Bo'lmay qoldi, kredit qaytmay qoldi. Shunda uyingizni topshirishga tayyormisiz? Ana shu savolni o'zingizga bering, menga ham javobini. Shunda javob toping. Shuni tayyorman desangiz, bankka murojaat qiling. Hozirgi masalangiz bo'yicha tomorqangizga suv chiqarib berishga, ishlatish hammasiga ko'mak beriladi. Tushundingmi? Sen o'zing borgin, shu yoqda yana bitta bor qanda, yana hokim bo'lib ishlagansan. Ana ota qilib topib, suvni 40 so'tib joyini suvni to'g'rilab bergan. Hozir kredit olib berasan, may deyapman-ku. Tamam bo'ladi shu bilan. Hozirgi yurishi ham yo'q bo'lay. İçiniz kuyib ketadi. O'zi dehqon bo'lsa bolam ishlaydi. Fabrikada. Ertaga keldim, nimasi? Qanaqa dushman odamsiz o'zingizga? Men aytayapman, baraka topgir. Men aytayapman, suv xo'jaligining boshlig'i bilan boradi-da, katta buldozorlarni olib to'kishga, tomorqangizga shu kreditga ishlatadigan pulga biza yordam beramiz deyapman. To'g'ri, ya'ni odam o'zi shunaqa o'zini borib cho'qqiraveradi, ko'rmaloqda o'tiradi.